Ikkinchi qavatdan kvartira topish nimaga qiyin a do'stlar? Shuni aytinglar. Lift bo'lsa 6 sekundda g'izzaytib 14-qavatga ham olib chiqib qo'ysa, hayronman-da. Do'stim, ikkinchi qavatdan bo'lsa ayting degandingiz, nomeringizni saqlab qo'ymabman. Obzor qilib qoldim. Ulgurmasangiz, lekin mendan emas, chunki bu lokatsiyada gaz, svet, suv va kanalizatsiyadan umuman muammo yo'q. Mazza qilib yashasangiz bo'ladi. 2 xona 64 kvadrat metrdan iborat bo'lgan ushbu xonadonimiz patkuch holatda. O'zingizga moslab, chiroyli jihozlarni olib kirsangiz bas. Duxkonturni kotel o'rnatilgan, radiatorlar hamma yo'llari sharoitlari bor. Devorlari emulsiya qilingan. Domda esa naqd 2 ta lift mavjud va kengina parkovkasi ham bor. Do'stlar, egalar raqamozi ekraningizda turibdi. Telefon qilib, savdolashib, ushbu xonadonimizni ko'rib, sizga ma'qul keladigan bo'lsa, baraka qilishingiz mumkin. Narxini esa egalari $33,000 baholashmoqda. Manzilimiz Farg'ona shahar hokimiyati orqasida, oldida San'at saroyi, maktab, bog'cha, korzinka supermarketi joylashgan.